Tomsuvoq. Muallif O'tkir Hoshimov. Qishloqda kuz pallasi tomsuvoq qilish udumi bo'lardi. Uning yozilmagan qoidasi bor. Birinchidan, hech kim tomini yolg'iz o'zi suvamaydi. Hamma hasharga keladi. Ikkinchidan, beva bechora qo'li qisqa xonadonning uyi eng avval tomsuvoq qilinadi. Keyin navbatma-navbat davom etaveradi. O'qituvchimizning hashariga ayniqsa ko'p odam yig'ildi. Uyi katta yo'l yoqasida edi. Shundoq ko'cha chetidan loyxandaq qazilgan ekan. Somon katta yo'lning ko'pchib yotgan tuprog'iga qovushib obdon yumshabdi. O'qituvchimizning Azmaka degan qo'shnisi ishboshi bo'ldi. Birov xandaqqa tushib loy soberib turdi, birov paqirlab loy tashidi, yana birov tomda turib ilgak bilan tortib oladi, boshqasi hafsala bilan suvaydi. Erta peshindayoq hamma ishni qoyil qilib tashladik. Hovli o'rtasidagi tutdagida ovqatlanib o'tirsak, o'qituvchimizning keksa onasi kelib qoldi. Keyin eshitsak, bir hafta avval ko'zi yorigan qizinikiga ketgan ekan. Kampir hassasini do'qillatib to'ppa-to'g'ri o'qituvchimizning oldiga bordi. "Nima qilding?" dedi o'g'lini salomiga alik ham olmay. "Nima ish qilib qo'yding?" Hammamiz hayron bo'lib qoldik. Muallim o'quvchilarning oldida ayniqsa mulzam bo'ldi shekilli. Qizarib ketdi. "Nima qilibman oyi?" dedi ko'zlarini pirpiratib. "Dard!" Kampir hassasi bilan yerni nuqdi. "Senga qachon aql kiradi, nodon bola?" Keyin Azim akaga yuzlandi. "Bu-ku ahmoqlik qilishga qipti. Siz qayoqda edingiz? Nega ko'chadan loy qildilaring? Ko'chaning tuprog'iga tegib bo'ladimi, nobakor? Ko'pchilikning haqqi-ku bu." Bir zum harsillab turdi-da to'satdan yig'lab yubordi. "Man yurtning haqiga suvalgan tom tagida turmayman." Shunday dedi-yu, supa labiga borib ters o'tirib oldi. Hammamiz qaytadan tomga chiqdik. Suvoq qilishdan ko'ra loyni ko'chirish qiyin bo'larkan. Bitta qoldirmay qirtishlab tomdan tushirdik. Paqirlab tashib ko'chadagi loy xandaqni to'ldirib qo'ydik. Oradan yillar o'tib kampir ko'z yumganida tumonat odam uni o'sha ko'chadan so'nggi manzilga ko'tarib bordi. Ko'cha tuprog'i iliq edi, mayin edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan azizlar. Tanishdilar, sevishdilar, turmush qurdilar, farzand ko'rdilar. To'ng'ichi nimjonroq edi, kasal bo'lib ko'p kuydirdi. O'rtanchasi o'yinqaroq edi, qamalib chiqdi. Kenjasi qiz edi, erkaroq o'sdi, turmushi buzildi. Bir kuni erkak kechasi uyg'onib ketdi. Uzoq o'ylab yotdi. Qarasa, ayoli ham uyg'oq ekan. Onasi dedi: "Dunyoga kelib nima ko'rdik o'zi?" "Bilmasam", dedi ayoli xo'rsinib. "Bobotoqqa borganimda qurib qolgan ikkita daraxtni ko'rgandim. Ikkalasi bir-biriga suyanib turardi." Umr O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan do'st. Shunchaki do'st. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan, boshingga bulut kelganida g'oyib bo'ladigan do'st. Do'st emas. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan, boshingga bulut kelganida xiyonat qiladigan do'st. Dushman. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan quvmaydigan, boshingga bulut kelganida izingdan qolmaydigan do'st. Haqiqiy do'st. 4 toifa. O'tkir Hoshimov Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan. U oddiy odam edi. Hammolchilik qilardi.
4 qiz 3 o'g'ilni oyoqqa turg'azdi. O'g'illarini uylantirdi, qizlarini chiqardi, hammasini uyli-joyli qildi. Ko'z yumayotganida hammalaringdan mingdan ming roziman dedi. Qarashsa, kafalligi yo'q ekan. Otalar va bolalar. O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan. 9-asr. Muhammad al-Xorazmiy algebra faniga asos soldi. 10-asr. Abu Nasr Farobiy Aristotelning metafizika asariga eng mukammal sharh yozib, ikkinchi ustoz unvonini oldi. 11-asr. Abu Rayhon Beruniy yer bilan oy o'rtasidagi masofani o'lchadi. Ibn Sino meditsina qomusi tip qonunlarini yaratdi. 14-asr. Sohibqiron Amir Temur Yevrosiyoning yarmini tasarrufga oldi. Ahli ilm boshini silab o'lmas obidalar yaratdi. 15-asr. Ulug'bek 1019 yulduzning harakat jadvalini tuzdi. Alisher Navoiy o'lmas xamsasini yozdi. 16-asr. Boburnoma olamga tarqaldi. 17-asr. Shohjahon dunyodagi 7 mo'jizaning biri Toj Mahalni bunyod etdi. 20-asr. O'zbek sovet olimlari misli ko'rilmagan ixtiro qildilar. Tarix xatosini tuzatib, o'tmishda biz yoppasiga savodsiz bo'lganimizni isbotlab berdilar. Tarix xatosi. O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan. Aql va mansab. Muallif O'tkir Hoshimov. Aql bilan mansabga erishish mumkin, mansab bilan aqlga erishib bo'lmaydi. Yeb to'ymagan yalab to'ymas. Qadim zamonda ko'zi ojiz odam bo'lgan ekan. Albatta, ko'zi ojizlik ayb emas. Xullas, o'sha odam tirikchiligi tang ahvolda qolgach, o'ziga o'xshash so'qir bir tilanchiga shogird tushibdi. Gadoylik hunarning sirini o'rgatishni so'rabdi. Bu hunarning 3 ta qoidasi bor debdi ustozi. Qayerda bo'lsa ham, qancha bo'lsa ham, kimdan bo'lsa ham olaverasan. Oradan ko'p yillar o'tibdi. Ustoz tilanchi hammomning issiq xonasida mudrab o'tirsa, yonbosh tomondan ovoz kelibdi. Xayr qiling. Esing joyidami debdi ustoz tilanchi. Hammomda ham sadaqa so'raydimi? Qayerda bo'lsa ham debdi boyagi ovoz. Ustoz tilanchining achchig'i chiqibdi. Qanaqa betamizsan? Yalang'och odamda pul nima qilsin? Qancha bo'lsa ham. Ustoz tilanchi shogirdining ovozidan tanib qolibdi. Voy badbaxt, kelib o'z ustozingni ham shilasanmi? Kimdan bo'lsa ham debdi shogird tilanchi. Albatta, poraxo'r tilanchi emas, poraxo'r avvaliga o'zini tiyib yuradi, insof bilan oladi. Ammo bora-bora qayerda bo'lsa ham, qancha bo'lsa ham, kimdan bo'lsa ham olishga o'rganadi va oxiri hammomga yalang'och kiradi. Tag'in kim bilsin, qarib chiriguncha umrguzarolik qiladiganlari ham oz emas shekilli. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.